O'zbek adabiyotining taniqli namoyandalaridan biri shoir, nosir va dramaturg Shuhrat, asl ismi G'ulom Alimov, 1918-yil 19-aprelda Toshkentning Hazrati Imom mahallasida hunarmand oilasida tug'ildi. Eskicha va yangicha maktabda tahsil olgach, transport texnikumida o'qiydi. Bu yerda Yunus Latif ta'sirida she'rlar yoza boshlaydi. So'ng Toshkent davlat pedagogika institutida tahsil oladi. Ammo Shuhratning hayoti va faoliyati ancha sertashvish va notekis kechadi. 1937-yilning mudhish shamoli yosh Shuhratni ham chetlab o'tmaydi. Uni otangiz savdogarlik qilgan ekan, o'zingiz kosibdan chiqmagan ekansiz, xotiningiz eskicha, jiyakli lozim bo'lgan atlas ko'ylak kiyib yurarkan, bolangiz esa beshikda yotibdi, yaqinda xatna qilar ekansiz, turmushingiz eskicha, bu narsa she'rlaringizda ham aks etib turibdi deb yozuvchilar uyushmasidan haydashdi. Ikkinchi bor 50-yillar boshida Usmon Nasrning propagandisti Abdulla Qodiriy bilan Cho'lpon kitoblarini o'qigan va targ'ib qilganlikda ayblanib 5 yil Sibir Shimoliy Qozog'istondagi qamoqxonalarda o'tirib keladi. Jannat qidirganlar romani nashr etilgach, ayrim kimsalar uni millatchilikda ayblashga urinadilar. Yana tashvish ustiga tashvish keladi. Ustozi Abdulla Qahhor tufayli esa yana bir bor turtkilaydi. Shularning hammasi uning sog'lig'iga putur yetkazadi. O'z ijodini 1935-yilda she'r yozish bilan boshlagan Shuhratning Orzu va qalb dostoni hamda Mehri doston ertagi 1940-yili bosildi. Shu yili harbiy xizmatga chaqirilgan Shuhrat Ikkinchi jahon urushi janglarida ofitser lavozimida ishtirok etadi. U urushdan keyin Respublika gazeta va jurnallarida adabiy xodim bo'lib ishlaydi. Shu yillarda uning hayot nafasi, qardoshlar she'riy to'plamlari nashr etiladi. Yosh avlodning axloq odobini, mehnatsevarligini, jangovar jasoratini, ozodlik va tinchlik uchun kurashgan ota-bobolarga munosib vorislar bo'lib yetishganini iftixor bilan tasvirlovchi Bizning ko'cha, balog'at, quduq asarlari yarating. Adabning sening sevging, ishqingda yonib, lirik kitoblari, Kavkaz daftari, qiz tabassumi, buyuk muhabbat kabi she'riy to'plamlari balladalarida vatan va inson, sevgi va muhabbat, qadr va qimmat, mehnat va mehnatsevarlik ulug'lanadi. Hayotiy voqealarni keng ko'lamda tasvirlash ehtiyoji ijodkorni roman janriga undaydi. Ikkinchi jahon urushi frontlarida orttirgan katta hayotiy tajribasi asosida xalqimizning jangovar hayoti, qahramonligi, vatanparvarligi, qiyinchiliklarga bardoshliligi, kelajakka umidi haqida hikoya qiluvchi Shirinli yillar asarini yaratadi. Shuhratning Oltin zanglamas asarida ma'rifat sohibi, o'qituvchi degan sharafli kasb ulug'lansa, Jannat qidirganlar romanida vatangadolik fojialari o'z badiiy ifodasini topgan. Shoirning hayot haqidagi falsafiy mulohazalari ifodalangan she'r va to'rtliklardan iborat lirika to'plami 5 kunlik kuyov, o'sha qaringlar komediyalari san'atkorning o'zbek adabiyoti rivojiga qo'shgan munosib hissasi bo'ldi. Uning ko'pgina asarlari qardosh xalqlar va xorijiy tillarga tarjima qilingan. U umrining so'nggi yillarida harbiy mavzuda farzand, so'nmas chechaklar, oqibatli kishilar kabi rang-barang janrlarda asarlar yaratdi. 1993-yil u hayotdan ko'z yumdi. Ammo uning so'zlari yashaydi. Shuhrat bizga yolg'onsiz yozilgan, yurak bilan fikrlashni o'rgatdi. Uning ijodi bugungi yoshlar uchun ham ibratdir. U so'z orqali millatni ulug'latgan qalam sohibi.